Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun pomidor sokli va suvli bodring tuzlamasi tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bodringni tikonli sorti kerak bo'ladi. Bodringlarni yaxshilab yuvib, idishga solamiz va ustidan qaynab turgan suvni bodringlarni qoplaguncha quyamiz. Bodringlar hammasi suvni ichida bo'lishi kerak. Suvimiz sovimasligi uchun idish qopqog'ini darrov yopib, qalin bir dasturxon bilan o'rab qo'yamiz 2 soatga. Agar idish qopqog'i bo'lmasa, selofanga o'rab, keyin dasturxon bilan yopib qo'yishimiz mumkin. Bodringlar issiq turishi kerak. Endi pomidor soki tayyorlash uchun yuvilgan pomidorlarni qaynab turgan suvga 1-2 daqiqaga solib, po'stini ajratib tozalab olamiz. Pomidor sokini o'zingiz xohlagan usulda tayyorlab olishingiz mumkin. Po'sti tozalangan pomidorlarni to'g'raymiz. Pomidor sortiga qarab, pomidor soki kam yoki ko'p chiqishi mumkin. Menda 2 kilo 200 gram pomidordan 2 litr pomidor soki chiqdi. Men hozir 15 kilogram pomidordan sok tayyorlayman. Po'sti tozalab, to'g'ralgan pomidorlarni blenderdan chiqarib olamiz. Endi blenderdan chiqarilgan pomidorlarni urug'ini ajratib olish uchun sitadan, ya'ni elakdan urug'larni ajratib chiqarib olamiz. Elakdan chiqargan jarayonim videoga olinmagan ekan. Agar pomidor soki quyuq bo'lsa, 8 litr pomidor sokiga 1-2 litr suv aralashtirib, qozonni olovga qo'yamiz va sokni qaynatishni boshlaymiz. Bu orada bankaga solinadigan xren yaproqlari, tabga qarab ko'katlar, qora murch donachalari, shakar, tuz, achchiq qalampir va 70% uksusni tayyorlab olamiz. Sarimsoq, piyozni ham yirikroq to'g'rab olamiz. Bankalarimizni albatta yaxshilab sterillaymiz. Sterillangan bankalarga xren yaproqlarini solib chiqamiz. Xren yaproqlarini ham yirikroq qilib to'g'rab olsak, bankaga joylashishi osonroq bo'ladi. 2 soatga qaynoq suvga solib qo'ygan bodringlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bodringlarning rangi salgina o'zgardi, lekin yumshab qolmadi. Bankani yarmigacha bodringlarni solib joylashtirib chiqamiz. Bodringlar kichkinaroq bo'lsa, bankaga yaxshi joylashadi. Men hozir tayyorlayotgan bodringlar sal yirikroq bo'lgani uchun bankaga yaxshi joylashmaydi. Bodringlarni solib bo'lganimizdan keyin ukrop va petrushkani ham yirikroq to'g'rab bankalarga solib chiqamiz. Ko'katlarimiz to'g'ralgan bo'lsa, bankaga osonroq joylashadi. Yirik to'g'ralgan sarimsoqni ham solib chiqamiz. Ko'kat va sarimsoqni tabingizga qarab ko'proq yoki kamroq solishingiz mumkin. Yarim choy qoshiqdan qora murch donachalari solib chiqamiz 1 litrlik banka uchun. Endi tabga qarab achchiq qalampir solamiz. Men achchiq qalampirni to'g'rab soldim, xohishga qarab butun solishingiz ham mumkin. Endi yana bodring solib, bankalarni to'ldirib olamiz. Bankalarni salgina silkitsak, yaxshiroq joylashadi. Bodringlarni solib qo'ygan suvimizdan olmaymiz. Bodringlar iliqroq bo'lsa, bankalarimiz otib yubormaydi, sokimizni birpasda sovutib qo'ymaydi. Hamma bankalarni to'ldirib bo'ldik. Endi 1 litrlik bankaga 1 osh qoshiq to'ldirib tuz solib chiqamiz. Yana tuzni hamma o'z tabiga qarab soladi. 1 osh qoshiq to'ldirib solganimiz o'rtacha sho'rlikda bo'ladi. Juda ham sho'r bo'lib ketmaydi. Agar sho'rroq iste'mol qiladiganlar tuzni ko'proq solishingiz mumkin. 1 litrlik banka uchun 1-1,5 choy qoshiqdan shakar solib chiqamiz. Bunda
shirin bo'lib ketmaydi, chunki pomidor sokida tayyorlaganimiz uchun mazasi yaxshi bo'ladi. Pomidor sokini olovga qo'ygandik. Qaynab chiqqanidan keyin 10-15 minut qaynatamiz. Yaxshi qaynab turgan pomidor sokini bankalarga solib, bankalarni to'ldirib chiqamiz. Tuzlama sovib qolmasligi uchun banka qopqog'ini ustiga yopib qo'yamiz. Bu tuzlamani iloji boricha issiqroq oshxonada tayyorlasangiz, bodringlar tez sovib qolmaydi. Tuzlamamiz buzilib qolib, bankalarimiz otib yubormasligi uchun qaynoq pomidor sokini bodringlarga solib, banka qopqog'ini yopib, darrov qalin bir ko'rpaga o'rab qo'yishimiz kerak. 1 litrlik bankalarimizga yarim choy qoshiqdan 70% uksusdan solib chiqamiz va darhol banka qopqog'ini qattiq yopib, qalin bir ko'rpaga o'rab qo'yamiz. Xuddi shu tarzda qolgan bankalarga ham qaynab turgan pomidor sokini quyib, to'ldirib chiqamiz. Yarim choy qoshiqdan 70% uksus solib chiqamiz. Banka qopqoqlarini yopib chiqamiz. Banka qopqoqlarini qattiq yopib, bankalarni darhol qalin ko'rpaga 1-2 sutkaga o'rab qo'yamiz. Pomidor sokili tuzlamamiz tayyor bo'ldi. Endi xuddi shu tuzlamani suvli qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Suv yaxshi qaynab turibdi. Bankaga xuddi shu tarzda bodring, sarimsoq, xren yaproqlari, ko'katlar, qora murch donachalari, tuz va shakar solamiz va qaynab turgan qaynoq suv bilan bankalarimizni to'ldirib chiqamiz. Men 2 litrlik bankaga 1 choy qoshiqidan 70% uksus soldim. Banka qopqog'ini yopib, darhol buni ham ko'rpaga 1-2 kunga o'rab qo'yamiz. Bu tuzlamamiz buzilib qolmaydi, otib yubormaydi, bemalol tayyorlashingiz mumkin. Videom sizga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.